Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 2026 yilda pensionerlar qaysi xizmatlar uchun to'lovdan ozod qilindi? Bu imtiyoz kimlarga tegishli? Kimlar adashib qolmasligi kerak va eng muhimi, bu huquqdan amalda qanday foydalaniladi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda ota-ona, bobo-buvi yoki pensiya yoshidagi yaqin inson bor. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim nozik joylarni bilmasangiz, sizdan noqonuniy yoki ortiqcha to'lov so'rashlari mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Shunda bunday foydali yangiliklarni o'tkazib yubormaysiz. Avvalo masalaning o'zagini oddiy qilib tushuntirib olaman. Oldin ko'p pensionerlar ayrim davlat xizmatlaridan foydalanayotganda, masalan ma'lumotnoma olishda, ariza topshirishda, hujjat rasmiylashtirishda, tibbiy ijtimoiy xizmatlarga murojaat qilishda yoki kommunal va mahalliy xizmatlar bo'yicha imtiyoz so'rashda to'lov masalasini aniq bilmas edi. Natijada odamlar hamma to'layapti. Men ham to'lashim kerakdir deb o'ylab kassaga pul o'tkazardi. Ba'zan esa xodimlarning o'zi ham pensionerning imtiyozli toifaga kirishini tekshirmasdan umumiy tartib bo'yicha to'lov chiqarib berardi. Endi 2026 yil uchun muhim jihat shuki, pensionerlar ayrim ijtimoiy ahamiyatga ega xizmatlar bo'yicha to'lovdan ozod etilishi yoki ular uchun to'lov undirilmasligi tartibi aniqroq qo'llanmoqda. Men bu yerda juda muhim bir narsani ta'kidlayman. Bu pensionerlar endi umuman hech narsa uchun pul to'lamaydi degani emas. Bunday tushunish xato bo'ladi. Imtiyoz faqat belgilangan xizmatlarga, belgilangan shartlar asosida va ko'pincha davlat yoki davlat tomonidan tartibga solinadigan xizmatlarga tegishli bo'ladi. Xususiy klinika, xususiy yurist, xususiy transport, xususiy ta'mirlash ustasi yoki savdo do'konidagi xizmatlarga bu avtomatik tatbiq etilmaydi. Oldin qanday edi? Masalan, bir pensioner tuman davlat xizmatlari markaziga borib, ma'lum bir hujjat yoki ma'lumotnoma olmoqchi bo'ladi. Unga umumiy ro'yxat bo'yicha to'lov summasi aytiladi. Pensioner esa men pensiyadaman, menga imtiyoz bormi deb so'ramasa, ko'pincha to'lab yuboradi. Yoki shifoxonada ayrim tahlillar, ijtimoiy yo'llanma. Reabilitatsiya xizmatlari navbatga qo'yish jarayonida odam nima bepul, nima pullik ekanini ajrata olmaydi. Yoki kommunal sohada chiqindi, issiqlik, suv, elektr, uy-joyga xizmat ko'rsatish bo'yicha imtiyozli toifalar bor yo'qligini bilmaydi. 2026 yildagi asosiy o'zgarish shundaki, pensioner o'z huquqini aniq bilib, to'lov talab qilinganda asos so'rashi. Imtiyoz mavjud bo'lsa, undan foydalanish kerak. Endi asosiy qismga o'tamiz. Pensionerlar eng ko'p duch keladigan birinchi yo'nalish bu davlat xizmatlari markazlari orqali ko'rsatiladigan xizmatlar. Bu yerda gap arizani qabul qilish, ma'lumotnoma berish, ayrim ro'yxatdan o'tkazish, ijtimoiy holatni tasdiqlash, elektron tizim orqali hujjat chiqarish kabi xizmatlar haqida ketadi. Agar xizmat ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki keksalar uchun imtiyozli deb belgilangan bo'lsa, pensionerdan to'lov olinmasligi kerak. Lekin har bir xizmat bo'yicha alohida tartib bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman. Kassaga borishdan oldin men pensionerman, shu xizmat bo'yicha davlat boji yoki yig'imdan ozodmanmi deb so'rang. Bu oddiy savol sizga 20 ming, 50 ming, ba'zan 200 ming so'mgacha pulni tejab qolishi mumkin. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli pensioner opa o'ziga kerakli ma'lumotnomani olish uchun davlat xizmatlari markaziga bordi, deylik. Operator unga 34 ming so'm to'lov chiqardi. Agar opa hech narsa demasa, to'lovni amalga oshiradi. Lekin u men yoshga doir pensionerman, bu xizmat bo'yicha imtiyoz bormi deb so'rasa, xodim tizimdan tekshiradi. Agar xizmat imtiyozli ro'yxatda bo'lsa, to'lov bekor qilinadi yoki 0 so'm qilib rasmiylashtiriladi. Mana shu yerda asosiy farq. Imtiyoz bor bo'lsa ham, siz uni talab qilmasangiz, amaliyotda undan foydalana olmasligingiz mumkin. Ikkinchi yo'nalish bu tibbiy xizmatlar. Pensionerlar davlat poliklinikasi, oilaviy shifokor punkti, tuman shifoxonasi, ayrim dispanser va ijtimoiy tibbiy xizmatlarda bepul yoki imtiyozli xizmat olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Bunda asosiy mezon xizmatning davlat kafolatlangan paketiga kirishi, shifokor yo'llanmasi borligi va pensionerning ro'yxatga olingan hududi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar shuni bilmaydi. Agar shifokor sizni bepul tekshiruvga yo'llagan bo'lsa, lekin sizdan apparatga tushish uchun alohida pul bering deyishsa, avval bu xizmat haqiqatan
pullikmi yoki davlat hisobidan qoplanadimi aniqlab oling. Masalan, 72 yoshli otaxon yurak bosimi bilan poliklinikaga bordi. Shifokor EKG, qon tahlili va to'r mutaxassis ko'rigini tavsiya qildi. Agar bu xizmatlar poliklinikaning bepul xizmatlari doirasida bo'lsa, otaxon pul to'lamasligi kerak. Lekin agar u davlat muassasasida emas, xususiy klinikada EKG qildirsa, u yerda men pensionerman degani avtomatik bepul xizmat degani emas. Xususiy klinika faqat o'zi e'lon qilgan chegirma yoki davlat bilan tuzilgan shartnoma bo'lsa imtiyoz beradi. Shuning uchun farqni aniq biling. Davlat tizimi ichidagi kafolatlangan xizmat boshqa, xususiy xizmat boshqa. Uchinchi yo'nalish bu ijtimoiy xizmatlar va parvarish bilan bog'liq masalalar. Yolg'iz yashovchi farzandlari yo'q yoki parvarishga muhtoj pensionerlar mahalla ijtimoiy xizmat markazi, tuman hokimligi huzuridagi mas'ul bo'limlar orqali uyda parvarish, ijtimoiy xodim yordami, oziq-ovqat yoki dori-darmon yetkazib berish, reabilitatsiya vositalari bo'yicha murojaat qilishi mumkin. Bunday xizmatlar ayrim toifadagi pensionerlar uchun bepul bo'lishi mumkin. Lekin bu ham hamma pensionerga avtomatik berilmaydi. Bu yerda yolg'izligi, o'zi eplay olmasligi, nogironligi borligi, daromad darajasi, oila a'zolarining mavjudligi kabi holatlar hisobga olinadi. Oddiy misol keltiraman. 80 yoshli bu yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda yoki umuman yo'q, sog'lig'i sabab bozor ocharja chiqa olmaydi. Bunday holatda mahalla orqali ijtimoiy xizmatga ariza berilsa, mutaxassislar uyga kelib o'rganadi. Agar bu haqiqatan yordamga muhtoj deb topilsa, unga bepul ijtimoiy xizmat biriktirilishi mumkin. Lekin 62 yoshli pensionerning 3 nafar voyaga yetgan farzandi yonda yashasa, daromadi yetarli bo'lsa va u faqat pensionerman deb uyga bepul xizmat talab qilsa, bu talab rad etilishi mumkin. Demak, imtiyoz bor, lekin mezon bor. 4-yo'nalish bu transport va harakatlanish bilan bog'liq imtiyozlar. Ayrim hududlarda pensionerlar uchun jamoat transportida chegirma yoki bepul yurish tartibi bo'lishi mumkin, lekin bu ham mahalliy qarorlar. Transport turi va vaqtiga bog'liq bo'ladi. Masalan, shahar avtobusi boshqa, metro boshqa, viloyatlararo avtobus boshqa, xususiy taksi esa umuman boshqa. Ko'p pensionerlar men pensionerman, taksida ham bepul yuramanmi deb so'raydi. Yo'q, xususiy taksi bu davlat ijtimoiy xizmati emas. Agar bepul yoki imtiyozli transport tartibi joriy qilingan bo'lsa, u aynan qaysi yo'nalish, qaysi karta, qaysi guvohnoma bilan ishlashini oldindan bilish kerak. 5-yo'nalish bu kommunal va uy-joy xizmatlari bilan bog'liq imtiyozlarni noto'g'ri tushunmaslik. Pensionerlar orasida eng ko'p savol elektr, gaz, suv, chiqindi, issiqlik, ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatish to'lovlari bo'yicha bo'ladi. Ba'zi hollarda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga kompensatsiya, subsidiya yoki ma'lum toifadagi shaxslarga imtiyoz beriladi. Lekin bu pensioner bo'lsam, kommunal xizmatlar menga butunlay bepul degani emas. Agar qonun yoki mahalliy tartibda aniq ozod qilish belgilangan bo'lmasa, odatda kommunal to'lovlar to'lanadi. Faqat ayrim toifalar, masalan, nogironligi bor pensionerlar, urush qatnashchilari, yolg'iz keksalar yoki kam ta'minlangan oilalar qo'shimcha yordam olishi mumkin. Masalan, bir pensioner oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Yolg'iz yashaydi. Qishda gaz va elektr to'lovi oshib ketadi. U men to'lamayman deb qarzni yig'ib qo'ymasligi kerak. To'g'ri yo'l nima? Mahallaga boradi, ijtimoiy yordam yoki kompensatsiya tartibi bor yo'qligini so'raydi. Daromadi, yashash sharoiti, oila tarkibi o'rganiladi. Agar mos kelsa, unga moddiy yordam yoki subsidiya ajratilishi mumkin. Qarzni to'lamay yurish esa penya, ogohlantirish va xizmat cheklanishiga olib kelishi mumkin. Endi kimlar albatta e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, yoshga doir pensionerlar. Ikkinchidan, nogironligi bo'lgan pensionerlar. Uchinchidan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar, agar ular ham belgilangan ijtimoiy toifaga kirsa. To'rtinchidan, yolg'iz keksalar. Beshinchidan, kam ta'minlangan oilada yashayotgan pensionerlar. Aynan shu guruhlar ko'proq imtiyozdan foydalanishi mumkin. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar siz xususiy xizmatdan foydalanayotgan bo'lsangiz, masalan, xususiy stomatologiya, xususiy laboratoriya, xususiy notariusga o'xshash pullik xizmat, xususiy transport yoki bozor xizmatlari bo'lsa, u yerda davlat imtiyozi avtomatik ishlamaydi. Chegirma faqat o'sha tashkilotning ichki qarori bilan berilishi mumkin. Endi istisnolar va ko'rinmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat.
pensiyalik guvohnomasi yoki pensiya olishingizning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Ba'zan xizmatni bepul olish uchun elektron bazada maqomingiz chiqishi kerak. Agar tizimda xatolik bo'lsa, sizdan hujjat so'rashadi. Shuning uchun pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma, mahalla ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa kabi hujjatlarni tayyorlab yuring. Ikkinchi nozik jihat. Imtiyoz faqat bitta xizmatga tegishli bo'lishi mumkin. Unga qo'shimcha xizmatlar esa pullik qoladi. Masalan, arizani topshirish bepul, lekin tezlashtirilgan tartibda bajarish pullik bo'lishi mumkin. Yoki lekin bemor o'zi xohlagan qo'shimcha tekshiruvni navbatsiz va shifokor yo'llanmasisiz xususiy tartibda qilsa pul to'laydi. Yoki hujjatning elektron nusxasi bepul, lekin qog'ozda ko'p nusxa chiqarish uchun xizmat haqi olinishi mumkin. Shuning uchun to'lovning nimaga olinayotganini aniqlang. Davlat boji uchunmi, xizmat haqi uchunmi, qo'shimcha servis uchunmi, tezlashtirish uchunmi? Uchinchi nozik jihat, hududlar bo'yicha farq bo'lishi mumkin. Bir viloyatda pensionerlar uchun mahalliy darajada qo'shimcha yordam yo'lga qo'yilgan bo'lishi mumkin, boshqa viloyatda esa bunday tartib bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa transport, kommunal yordam, mahalla orqali beriladigan ijtimoiy xizmatlar va bir martalik moddiy yordamda bu farq seziladi. Shu sababli Falon tumanidagi tanishim bepul olibdi. Menga ham majbur deb xulosa qilishdan oldin o'z tumaningizdagi tartibni so'rang. 4-chi nozik jihat qarzdorlik masalasi. Ayrim odamlar pensionerlar to'lovdan ozod qilindi degan gapni eshitib, barcha eski qarzlari o'chib ketadi deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Agar qarzni kechirish haqida alohida qaror bo'lmasa, oldingi davrdagi majburiyat saqlanib qolishi mumkin. Imtiyoz ko'pincha murojaat qilingan kundan yoki tasdiqlangan sanadan boshlab ishlaydi. Shuning uchun kechiktirmang. Huquqingiz bo'lsa, darhol rasmiylashtiring. 5-chi nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Ba'zi odamlar pensionerlarga sizni bepul xizmatlar ro'yxatiga kiritib qo'yaman, faqat oldindan pul bering deb aldashi mumkin. Davlat imtiyozlari uchun odatda ariza rasmiy tartibda topshiriladi. To'lov bo'lsa ham kvitansiya orqali bo'ladi. Hech qachon notanish odamga naqd pul bermang, bank kartangiz parolini aytmang, SMS kodni bermang. Agar kimdir telefon qilib, pensionerlar uchun yangi to'lovdan ozod qilish dasturi bor, kartangiz raqamini ayting desa, darhol suhbatni to'xtating. Davlat idoralari sizdan SMS kod so'ramaydi. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam, qaysi xizmat uchun pul so'ralayotganini aniqlang. Nima uchun to'lov deb so'rang. Davlat boji bo'lsa boshqa, xizmat haqi bo'lsa boshqa, qo'shimcha servis bo'lsa boshqa. Ikkinchi qadam, men pensionerman. Ushbu xizmat bo'yicha imtiyoz bormi deb albatta so'rang. Bu savolni berishdan uyalmang. Bu sizning huquqingiz. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Asosiy hujjatlar ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot. Agar bo'lsa, nogironlik ma'lumotnomasi, mahalladan oila tarkibi yoki yolg'iz yashash holati bo'yicha ma'lumot, tibbiy xizmatlar uchun shifokor yo'llanmasi, ijtimoiy xizmatlar uchun ariza. Agar xizmat davlat xizmatlari marmaq orqali bo'lsa, operatorga hujjatlarni ko'rsating va tizimda imtiyozni tekshirtiring. 4-chi qadam, agar sizdan baribir to'lov talab qilishsa, asos so'rang. Iltimos, qaysi qaror yoki tarif asosida to'lov chiqyapti deb ayting. Agar to'lov haqiqiy bo'lsa, sizga rasmiy kvitansiya berilishi kerak. Agar rasmiy kvitansiya naqd pul so'rashsa, bu shubhali holat. Bunday vaziyatda rahbariga murojaat qiling yoki ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. 5-chi qadam, yozma ariza qoldiring. Og'zaki gap ko'pincha unutiladi. Arizada shunday yozish mumkin. Men yoshga doir pensioner sifatida ushbu xizmat bo'yicha to'lovdan ozod etish yoki imtiyoz qo'llash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Imtiyoz qo'llanmasa, rad etish sababini yozma ravishda berishingizni so'rayman. Mana shu oddiy jumla ko'p holatda masalani tezlashtiradi. Chunki tashkilot yozma javob berishga majbur bo'ladi. 6-chi qadam, rad javobi olsangiz, uni saqlang. Keyin tuman adliya bo'limi, mahalla, ijtimoiy himoya organi yoki tegishli yuqori tashkilotga murojaat qilishingiz mumkin. Agar siz haqiqatan imtiyozli toifaga kirsangiz va xizmat bo'yicha to'lov olinmasligi kerak bo'lsa, ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi ham ko'tarilishi mumkin. Buning uchun kvitansiya, ariza nusxasi, rad javobi va shaxsiy hujjatlar kerak bo'ladi. Yana bir hayotiy misol.
70 yoshli pensioner davlat xizmatlari markazida ma'lumotnoma olish uchun 60 ming so'm to'ladi. Keyin qo'shnisi unga pensionerlar uchun ushbu xizmat bepul bo'lishi mumkinligini aytdi. U kvitansiyani tashlab yubormagan bo'lsa, markazga yoki tegishli tashkilotga ariza bilan murojaat qilib, to'lov asosini tekshirtirishi mumkin. Agar xatolik bo'lsa, pulni qaytarish ehtimoli bor. Lekin kvitansiya yo'q, ariza yo'q, qachon to'lagani aniq emas bo'lsa, isbotlash qiyinlashadi. Yana bir misol. 78 yoshli yolg'iz otaxon uyda ijtimoiy xodim yordamiga muhtoj, lekin bunday xizmat puli bo'lsa kerak deb yillar davomida murojaat qilmagan. Aslida u mahalla orqali ariza topshirsa, ahvoli o'rganilib, bepul parvarish yoki ijtimoiy yordamga kiritilishi mumkin. Natijada otaxon dori olib kelish, oziq-ovqat xarid qilish, hujjat ishlarida yolg'iz qiynalib yurmaydi. Demak, imtiyoz faqat pul tejash emas, hayot sifatini yaxshilash hamdir. Hurmatli tomoshabinlar, bu mavzuda eng muhim xulosa shu uchun ayrim xizmatlar bo'yicha to'lovdan ozod etish va imtiyozli tartiblar mavjud. Lekin ular hamma xizmatga birdek tatbiq etilmaydi. Har bir xizmatning o'z sharti, o'z hujjati, o'z tartibi bor. Sizning vazifangiz pensioner maqomingizni yashirmaslik, imtiyozni so'rash, hujjatni tayyorlash va to'lov talab qilinsa, uning qonuniy asosini aniqlash. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki ota-onangiz pensiyada bo'lsa, bugunoq 3 ta ishni qiling. Hujjatlarni tartibga keltiring. Mahalla yoki davlat xizmatlari markazidan qaysi imtiyozlar borligini so'rang. Tibbiy va ijtimoiy xizmatlarda bepul imkoniyatlar ro'yxatini aniqlang. Shunda ortiqcha pul to'lamaysiz. Kerakli yordamni vaqtida olasiz va o'z huquqingizni himoya qilasiz. Agar sizdan qaysidir joyda pensioner bo'lishingizga qaramay to'lov talab qilishgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi xizmat, qaysi hudud qancha pul so'rashdi. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot pensionerning ham pulini, ham vaqtini, ham asabini saqlab qoladi.